Xo'sh, davom etamiz Usmon ko'chalardan. Yana bitta manzilimizga keldik. Bugungi manzilimiz Samarqand viloyati Katta Qo'rg'on tumaniga xudo xolasa mebelimizni olib kirib o'rnatdik, nasib bo'lsa. Xo'sh, bugungi sanani eslatib o'tamiz. Sochim to'g'rimi? Xo'p, bugungi sanani eslatib o'tamiz. Bugungi sanamiz 27-iyun 25-yil bo'ladi. Mebelimizni ko'ringlar, mebelimiz xudo xolasa nasib bo'lsa uyga chiroyli bo'ldi degan umiddamiz. Qolgan bahoni har doimgidek o'zlaringiz berasizlar. Mana sizga xonamizga tushgan holati. Buni nomi nima deymiz buni endi? Nomi shart emas-a? Bo'ldi, mana shu o'ymali endi variant esa variantini ko'ramiz. Endi biz boshqalarga o'xshab mana allambalo 101, 108, 109 degan nom qo'ymaymiz bularga. O'sha ana shu holatini shunday bir rasmga tushirib tashlasalar, sizlarga hisob kitobini aytamiz. Xo'p, mana bu uyimizga kirib kelish bo'ladi. Ana sizga uyimizning holati. Xo'p, lyustralar qilingan, patologlar, aboylar, hamma narsasi ishlov berilgan. O'sha aytganimizdek oxirgi har doim biz mebelni o'rnatgani kelamiz. Xo'sh, mebelimiz 270 uzunasiga, plus minus 2-3 sm bilan bo'ladi. Ana endi xonasini ko'ringlar. Bu taraf kalta kiyimlar uchun ikki bo'lingan, bu taraf uzun kiyim uchun bo'ladi. O'rtasi har doimgidek kiyim taxlash uchun. Ana oynasini ko'ring. Materiallari Krashinni MDF dan bo'ladi. Yuza qism, korpusi laminatdan bo'ladi, bilasizlar. Ana sizga ichlari. Xo'p, bu tarafda shapka polkamiz bor, vishilka trubamiz bor. Har doim ya'ni kiyim ilish uchun oshna-moshnalarni sanaymiz. 1, 2, 3, 4 ta oshna-moshamiz bor. Barisi vakuumli variantidan. Ichlari rovni 50 sm bo'ladi, orqasi faner HDP bo'ladi. Ya'ni yaxshisidan. Ana sizga yopilish. Xo'p, bu oq jemchug rang bo'ladi bu. O'shasini hisobga olib qo'yasizlar. Ana sizga buni turishini ko'ring. Mana bu tarafi o'sha bilasizlar sariq lentamiz bo'ladi-ku tilla. Ana shunaqadan qilingan. Bu tarafi ham xuddi shunaqa narsa. Endi bu taraf ikkiga bo'lingan, vaqtlaring olmagan holatda bu tarafni ko'rsatamiz. Ruchkaga qaranglar. Ruchka ikki xil variantda tushadi ruchka. Xohlasangiz bunaqa qilib qo'yib beramiz. Xohlasangiz mana bu ruchka bittasi balandda, bittasi pastroqda bo'ladi. Xohishingizni sizni tabiiy qarab qo'yib beraveramiz. Oynalarga sharhlangan bo'ladi. Mana sizga ichlari. Ichlari ham ancha uzunkina, kengina. Polkalar 3 ta bo'ladi. Uzunasi xonasi 4 ta bo'ladi. Ana sizga buni ham eshiklarini ko'ring yopilishini. Hamma narsasi yaxshi narsadan, ya'ni sifatli narsalardan ishlatilgan. Shkaf ko'rdingizmi? Ana endi xudo xolasa biz tremosiga o'tamiz. Xo'p, tremodan boshlaymiz. Tremomizning balandligiga necha bor? 2 metr bor-a? Xo'p, 2 metrlar chiqib qoladi. Примерно plus minus 2 sm bo'lishi mumkin. Uzunasiga 1.40, 1.45 plus minus bo'ladi bunda ham. Ikkita eshikcha, o'rtada bitta tortmacha. Ichlarida polkalari bor variantidan, polkalar yo'q varianti ham bo'ladi. U arzonroq varianti bo'ladi. Hisob kitobini olib qo'yasizlar. Ana bu ichlari. Silar plasmas puxa bo'ladi, bilasizlar. Ana bu sizga tepasida yuqori qismi bu kelinimiz uchun. Ana sizga turish. Tortmachalar ham mana chiqib ketmaydigan variantida mana kuchlan tortyapmiz, ko'ryapsizlar. Yuqori qismini ko'rsatamiz. Yuqori qismi ham 3 ta oyna, mana ko'rasizlar, zinacha bo'lib chiqqan. Turishini ko'ring. Hamma oynalarimizda mana bunaqa ziy charxlangan bo'ladi. Charxlanmagani arzon bo'ladi. Unisiga ham e'tibor berib qo'yinglar. Arzon oyna bilan qimmat oynaning farqiga ana shu holatda borib olsangiz bo'ladi. Xo'p, bitta o'tiradigan stolchiga ham bo'ladi. Buni oyoqchalarini qarang. Agar bu qaymoq so'yatayotganimizda jemchug oqni, jemchug, ya'ni bilasizlar, durd rangidan yarqiradiganda hozir eng ko'p ketadigan mana shu rang bo'ladi. Xohlasangiz boshqacha rang qilib berib desiz, sizga boshqacha rang ham qilib beramiz, farqi yo'q. Mana bu oyoqlarni, boshqachalarni ham o'zlaring tanlasalaring nasib qilib beramiz. Xo'p, mana yonlarini ham ko'rsatganlarga menimcha tremoni idealni qilib avzor qildik. Ana endi tumbichkasi. Xo'p, tumbichkasini ko'ring. Bunda ham oyoqcha, bunda bitta tortma bo'ladi. Tortmalari ham ishlari kengina. Tipasini ko'ringlar. Klientimiz ukajon, menga o'zi asli bu komplektimizda yo'q varianti. Ukajon, menga ham mana shunaqa bitta svetelnik qo'yib ber, men ham ko'rgandim, o'zimga rosa yoqqandi, bitta shundan qo'yib ber ukajon deganlarga qo'yib berdik. Ana qaranglar. Rozetkaga ozroqgina yetmay qoldi o'zining kabeli. O'zlaring montaj qilib, mana bu yerga bitta vilka qilib, ulab xudo xolasa ishlatishaveradi. Xo'p, tumbichkasi ikkita bo'ladi. Bu tarafda bitta turibdi, bu tarafda bitta bo'ladi. Ana endi sizga spalnisini ko'rsatib o'tamiz. Spalnisi standart razmer 2.10 ga 1.70 ortopediskiy. Yaxshisidan e'tibor berasizlar, ortopedikasidan 1 yildan 3 yilgacha garantiya beriladi. Yonlar yerga tegib turadigan variantida, mana ko'ringlar, bolt yakalarga olingan holatda. Matraslarga ham aytganimizdek javob. Bosh qismini mana bunaqa salafanga o'rab keldik. Sababi hali mebelimizni egalarini to'yi hali ancha oldin ekan, ukajon ancha oldin olib qo'yibmiz bizlar. Endi ishlov berishini ko'ring. Rangidan siz buni ham rangidan tanlab bir xil pardani hisobiga qilishi mumkin. Nasib bo'lsa, ko'raverasizlar. Xo'p, pastda telefon nomerlar qoldirganmiz. Bemalol bizga aloqa qilib qolasizlar. Jizzaxga, Sirdaryoga, Samarqandgacha dastavka uстановка xizmatlarini mutlaqo bepul qilib beramiz. Turishini qarang bularni. Ancha chiroyli narsami?
Xo'p, yana boshqa variantlarimiz bor. Oshxona mebel deysizmi, yotoqxona mebel deysizmi, sandiq deysizmi, yana bu tarafga mehmonxonaga servanta deysizmi. Hammasidan xudo xolisa nasib qo'limizga yetkazib berishga harakat qilamiz. Bizga aloqaga chiqish uchun telefon nomerini qoldirganmiz. Tusha olmasangiz Telegramdan yozasiz. Bilaman bizni boshqa davlatlar, ya'ni Rossiyadan, Turkiyadan ko'radigan opa-singil aka-ukalarimiz bor. Ulardan bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Uylaringga olib borib xudo xolisa o'rnattirib beramiz. Ko'ringlar. Yangajon, ma'qulmi xizmat? O'zingizni ko'rsatmayapman. Ma'qulmi? O'sha aytilgan narsami? Ana u eshitamiz-ku, unimiz buni olib kelar ekan, boshqa narsa ekan, ishondilaringmi? Ana, sizlarga ham tavsiya, ko'ringlar, qiziq bo'lsa, nasib bo'lsa, zakaz qilsalaring bo'ladi. Telefon qilasizlar.